Azaldan o'zbeklar, qirg'iz va tojiklar ahil-inoq hayot kechirishgan. Ularning udumlari, marosimlari ham bir xil bo'lgan. Bir-birlari bilan quda anda qondosh va jondosh bo'lib ketishganki, mustaqillik yillarida bunday qardoshlik rishtalari yanada mustahkamlandi. Toshloq tumanidagi Varzak qishloq fuqarolar yig'ini hududida 4 ta qishloq mavjud. Ular hududida 13 mingdan ziyod aholi istiqomat qiladi. Bo'ston, Bo'stonobod qishloqlarida esa 4500 nafar qirg'iz millatiga mansub vatandoshlarimiz istiqomat qilishmoqda. Bo'ston qishlog'ining Piru badavlat onaxoni Karomatxon Janisheva bu yil 80 bahorni qarshi oldi. U turmush o'rtog'i Cho'tboy ota Janishev bilan 8 nafar farzandini esli, xushli, bilimli, vatanga munosib farzandlar qilib tarbiyalashdi. Albatta bu ezgu ishlar halol mehnatning evaziga bo'ldi. Cho'tboy ota va Karomatxon ona dalada mehnat qilishdi, ipak qurti boqishdi, olingan daromadlari evaziga yangi uylar qurishdi, to'ylar qilishdi. 8 nafar farzandini respublikamizning turli nufuzli oliy o'quv yurtlarida o'qitishdi. Farzandlarning ko'pchiligi shifokorlik kasbini tanlashdi. Onaxon bugungi dorilamon zamonda farzandlari 50 dan ziyod nevara-chevaralari og'ushda farovon hayot kechirmoqda. Xudayıma şükür, bana şunca nevre çevrelerim var. Xudaya zamanlar tinch bo'lsin, poşa olsam salomat bo'lsin, yaxshi olib ketmadan chiroyli o'qil. Bo'ston qishlog'ida o'zbek ayollari, qirg'iz ayollari boldi kelsa, quda anda to'y marosim deganda bir aloqa qilasizlar. Ha, aloqa qilamiz. To'y bo'lsa, ular keladi biznikiga, biz ham ular chaqirsa, biz ham boramiz, kelinlar tutib olib boram. Boldarim o'zlari borishadi hammasi. Kelinlar ham mana bu yakki nevre kelinim ham O'zbekcha gapirishadi bular. Men qirg'izcha gapiraman endi. Tushunak baribir. Oilaning to'ng'ich farzandi Abdurashid Janishev oliy toifali shifokor. U Andijon tibbiyot institutini tugallab, Toshloq tumani markaziy shifoxonasiga ishga kelgan. Ayni kunda shifoxonaning shoshilinch tez tibbiy yordam bo'limida ishlab, bemorlar dardiga malham bo'lmoqda. Shu yerda o'rta maktabni bitirdik. Shu o'qishni bitirganimizdan keyin Andijon tibbiyot oliygohiga borib, shu yilni to'liq kursini bitirib, hozirgi kunda shu rayonimizning markaziy shifoxonasida 34 yil mobaynida vrach travmatolog bo'lib ishlab kelaman. Xudoga shukr, mana el yurtimiz tinch, zamonamiz nihoyatda yaxshi. Otaxonimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovga ming marta rahmat.